Xo'p, hurmatli mijozlarimiz diqqatiga yana bitta mashinamizni xudo xolasa akaga baraka qildik. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, e'tibor berasiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Nexia 3imizni baraka qildik. Aka, qayerdan kelgan edingiz? Samarqand. Samarqanddan keldingiz. Samarqandda qayerdan qildi? Pastarg'om. Pasurg'ondan, Pasurg'onchilar, eshitdinglar. Akamiz xudo xolasa Jizzaxlikman o'zim. o'z Jizzaxlisizlar. Aka, mashina qanday bo'ldi? Ma'qul bo'ldimi? Ma'qul, o'zimga ma'qul. Haydab ko'rdingiz, tekshirib oldingiz-a? Shunaqa. Boshlang'ich qancha to'lov qildingiz xudo xolasa? 50% to'lov qildik. Ha, boshlang'ich 50% to'lov qildilar-da. 1 yilga 270 dollardan chiqdi. 1 yilga 270 dollardan. 1 yilga 270 dollardan qildik. Mashinani to'liq tekshirib haydab ko'rdilar. Aka, banklar aralashdimi, yo'qmi? Biroq shu haqida dokument ishlari qanchada bitdi? Dokument ishlari 1 soatga bormadi-da, adashmasam. 1 soatga bormadi. Yo'q. Svitimiz o'chib qolganimiz Svit o'chgani hisobiga ozgina bo'ldi, lekin bank aralashgani yo'q. Men o'zim to'g'risi bank aralashmaganligi uchun o'zim endi kuzatib yurardim. Bank orqali chiqmaydi, bank aralashmaydi deganligi uchun. Haqqoniymikan aka? Hammasi hech qanday banklar aralashtirmay, yo'q, bank halol narsa aralashgani yo'q. savdoga yozgan. Обязательно kredit bo'lmaganligi uchun o'zi sizlarning oldingizga keldim o'zi. Sababi ham shu o'zi. Bank aralashgani yo'q. Aka, mashinalar muborak bo'lsin. Xudo xolasa bundan yaxshilarini ham mirish nasib qilsin. Xayrlisi bo'lsin aka. Yana bir bor tabriklaymiz. Mana hujjatlaringiz. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Menga ham rahmat aka. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, albatta menga murojaat qilasiz va like, podpiska esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.